Koinotning chegarasi bormi? Agar siz yetarlicha uzoqqa sayohat qilsangiz, biror chegaraga duch kelasizmi? Kuzatiladigan koinotning ortida nima bor? Va agar umuman hech qanday chegara bo'lmasa-chi? Bu savolni tushunish uchun avvalo boshqa bir narsani tushunishimiz kerak. Koinot aslida naqadar tasavvur qilib bo'lmas darajada ulkan ekanini. Keling, bizga eng yaqin kosmik obyekt Oy bilan boshlaymiz. Yer va Oy orasidagi o'rtacha masofa taxminan 384 ming kilometr. Bu juda katta masofadek tuyuladi, lekin kosmik miqyosda bu juda yaqin. Agar siz oddiy yo'lovchi samolyotida taxminan 900 km/soat tezlikda Oyga uchsangiz, bu sayohat deyarli 18 kun davom etardi. Va bu hali bizning eng yaqin kosmik qo'shnimiz xolos. Endi undan ham uzoqroqqa boramiz. Quyosh Yerdan taxminan 150 million kilometr uzoqlikda joylashgan. Quyosh nuri Yerga atigi 8 daqiqada yetib keladi. Lekin samolyotchi, agar samolyot tezligida harakat qilsangiz, Quyoshgacha yetib borish uchun 19 yildan ortiq vaqt kerak bo'lardi. Va eng qizig'i, Quyosh galaktikamizdagi yuzlab milliard yulduzlardan atigi bittasi. Mars esa bundan ham uzoqda. Sayyoralarning joylashuviga qarab, Mars Yerga eng yaqin paytda taxminan 55 million kilometr, eng uzoq paytda esa 400 million kilometrgacha uzoqlashadi. Hozirgi kosmik apparatlar Marsga taxminan 7 oyda yetib boradi. Oddiy samolyotda esa bu sayohat o'nlab yillar davom etardi. Va Mars hali Quyosh tizimida yaqin obyekt hisoblanadi. Quyosh tizimini chekkasi. Marsdan keyin Yupiter, Saturn, Uran, Neptun joylashgan. Neptun Quyosh tizimidagi eng uzoq katta sayyora. U Quyoshdan taxminan 4,5 milliard kilometr uzoqlikda joylashgan. Quyosh nuri Neptungacha yetib borishi uchun 4 soatdan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Lekin bu hali oxiri emas. 1977-yilda NASA Voyager 1 nomli kosmik apparatni uchirdi. Bugungi kunda u inson yaratgan eng uzoq obyekt hisoblanadi. Deyarli 50 yil davomida uchganidan keyingina u yulduzlar aro fazoga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Lekin eng hayratlanarlisi shuki, u hali galaktikamizning juda kichik qisminigina bosib o'tgan. Bu Somon yo'li galaktikasi naqadar ulkan ekanini ko'rsatadi. Somon yo'li galaktikasida taxminan 100 milliarddan 400 milliardgacha yulduz mavjud. Ulkan gaz va chang bulutlari mavjud. Balki trillionlab sayyoralar ham mavjuddir. Galaktikaning diametri taxminan 100 ming yorug'lik yili. Bu degani, yorug'lik sekundiga 300 ming kilometr tezlikda harakat qilsa ham, galaktikani kesib o'tishi uchun 100 ming yil kerak bo'ladi. Agar samolyot galaktikani kesib o'tmoqchi bo'lsa, bu sayohat 120 milliard yildan ortiq vaqt olardi. Bu esa koinot yoshidan ham uzoqroq. Quyoshdan keyingi Yerga eng yaqin yulduz Proxima Centauri. U bizdan taxminan 4,24 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Demak, uning yorug'ligi bizgacha yetib kelishi uchun 4 yildan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Samolyotchi millionlab yillar. Aynan shu joyda inson miyasi koinot o'lchamlarini tasavvur qilishda qiynala boshlaydi. Endi undan ham uzoqroqqa boramiz. Bizga eng yaqin katta galaktika Andromeda galaksi. U taxminan 2,5 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bugun siz Andromedadan kelayotgan yorug'likni ko'rsangiz, u yorug'lik yo'lga chiqqan paytda Yerda hali zamonaviy insonlar mavjud ham emas edi. Va shunga qaramay, Andromeda bizning kosmik qo'shnimiz hisoblanadi. Bu astronomiyadagi eng g'alati haqiqatlardan biriga olib keladi. Biz fazoga qaraganimizda aslida o'tmishga qaraymiz. Obyekt qanchalik uzoqda bo'lsa, biz ko'rayotgan yorug'lik shunchalik qadimgi bo'ladi. James Webb Space Teleskop kuzatgan ayrim galaktikalar 13 milliard yil oldingi holatda ko'rinadi. Biz tom ma'noda qadimgi tarixni yorug'lik orqali ko'ryapmiz. Biz ko'ra oladigan barcha narsalar kuzatiladigan koinot ichida joylashgan. Uning radiusi taxminan 46 milliard yorug'lik yili. Bu joyda koinot tugagani uchun emas, balki koinotning yoshi cheklanganligi sababli undan uzoqroqdagi yorug'lik hali bizgacha yetib kelmagan. Bu esa kosmik ufqni yaratadi. Bu mavjudlik chegarasi emas, faqat kuzatuv chegarasi. Kuzatiladigan koinotning chekkasida biz kosmik mikroto'lqin fon nurlanishini kuzatamiz. Bu katta portlashdan taxminan 380 ming yil keyin paydo bo'lgan qadimgi nurlanishdir. Bu biz ko'ra oladigan eng qadimgi yorug'lik.
Undan oldingi davrda koinot xira bo'lgan. Yorug'lik erkin harakatlana olmagan. Shuning uchun bizning kosmik xaritamiz o'sha yerda qorong'ilikka singib ketadi. Ko'pchilik koinotni ulkan quti kabi tasavvur qiladi. Lekin fizika bunday fikrni qo'llab-quvvatlamaydi. Hozircha devorga fazoning chekkasiga yoki oxirgi nuqtaga oid hech qanday dalil yo'q. Aksincha, fazoning o'zi kengaymoqda va u hamma joyda bir vaqtning o'zida kengaymoqda. Tasavvur qiling, shar yuzasida nuqtalar bor. Shar shishgani sari nuqtalar bir-biridan uzoqlashadi. Hech biri markaz emas. Yuzaning chekkasi yo'q. Koinot ham shunga o'xshashi mumkin. U cheklangan bo'lishi mumkin, lekin chegarasiz. Biz ko'ra olmaydigan hududlarda ham ehtimol yana koinot davom etadi. Yana galaktikalar, yana yulduzlar, yana ulkan kosmik strukturalar, balki cheksiz darajada. Biz ularni ko'ra olmaymiz, chunki ularning yorug'ligi hali bizgacha yetib kelmagan va ayrim hududlarning yorug'ligi hech qachon yetib kelmaydi. Sababi fazoning kengayishi tezlashmoqda. Olimlar hali ham koinot cheksizmi, cheklanganmi yoki undan ham murakkab tizimmi degan savolga aniq javob bera olishmayapti. Hozirgi kuzatuvlar fazoning juda tekis ekanini ko'rsatmoqda va tekis koinot ehtimol cheksiz bo'lishi mumkin. Bu savolning o'zi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar koinot barcha fazo va vaqtni o'z ichiga olsa, unda tashqarida degan tushuncha mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu xuddi Shimoliy qutbning shimolida nima bor degan savolga o'xshaydi. Ba'zi nazariyalarga ko'ra bizning koinot yagona emas. Multikoinot g'oyasiga ko'ra turli koinotlarda boshqa fizik qonunlar bo'lishi mumkin. Cheksiz kosmik pufaklar mavjud bo'lishi mumkin. Bizning koinot ulardan faqat bittasi bo'lishi mumkin. Bu hali nazariya xolos. Lekin u biz bilmagan narsalar naqadar ko'pligini ko'rsatadi. Xo'sh, koinotning chegarasi bormi? Ehtimol yo'q. Hech qanday devor yo'q. Hech qanday oxirgi nuqta yo'q. Faqat yorug'lik, vaqt va kengayish bilan belgilanadigan ufqlar mavjud. Va o'sha ufqlar ortida ehtimol biz tasavvur qila olmaydigan darajada ulkan yana koinot davom etadi. Biz kosmik xaritani qanchalik chuqur o'rgansak, shunchalik insoniyat aslida naqadar kichik bilim orolida yashayotganini tushunamiz. Va ehtimol eng sirli haqiqat ham shu. Biz qanchalik uzoqqa qaramaylik, koinotning oxiri hech qachon topilmasligi mumkin.